O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda O'zbekistonda biznesni 15 daqiqada boshlash tizimi 2026-yil 1-yanvardan ishga tushadi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda tadbirkorlikni boshlash jarayoni yanada tezlashadi. Yangi biznesni 15 daqiqada boshlash tizimi orqali endi fuqarolar o'z biznesini atigi chorak soatda ro'yxatdan o'tkaza oladi. Bu tizimning asosiy maqsadi hujjatlar sonini kamaytirish, keraksiz byurokratiyani yo'qotish va tadbirkorlikni rivojlantirishga qulay sharoit yaratish. Yangi tizim butunlay avtomatlashtirilgan bo'lib, unda shaxs ma'lumotlari, soliq statusi, manzil va faoliyat turi avtomatik tarzda tekshiriladi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. Avvalgi kabi bir nechta tashkilotlarga borish shart emas, hammasi raqamli platformada amalga oshiriladi. Tadbirkorlar uchun eng katta yengilliklardan biri ro'yxatdan o'tish bepul bo'lishi va barcha ma'lumotlar real vaqt rejimida tasdiqlanishi. Mutaxassislar fikricha, bu tizim kichik biznes va startaplar sonini oshiradi, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va eng muhimi, norasmiy iqtisodiyotni qisqartiradi. Bu esa iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir qiladi. Shu bilan birga, biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun qo'shimcha maslahatlar, soliqlar bo'yicha ma'lumotlar va elektron imzo olish bo'yicha yo'riqnomalar ham platformaga qo'shiladi. Yangi tartib tadbirkorlikka qiziqqan har bir kishi uchun real imkoniyat ochadi. Endi biznes boshlash murakkab jarayon emas, balki 15 daqiqada bajariladigan oddiy va qulay qadamga aylanmoqda.